Islom Karimov davrida O'zbekistonda qaysi xorijiy medialar taqiqlangan edi? Assalomu alaykum, salomatmisiz? Hozir sizlarga "Manipulyativ diktatorlar" kitobidan bir kichik parcha o'qib beraman. Xorijiy talabalar va sayyohlar borasida ikkilangan klassik diktatorlar xorijiy media nashrlari borasida shubhasiz nafratlanardi. Ularning aksari xorij mediasini iloji boricha bloklashga urinardi. Sovet Ittifoqi temir parda ortidan uzatilgan BBC va Ozodlik radiosi efirlarini uzishga harakat qilardi. Ammo hukumat buni muvaffaqiyatli ravishda amalga oshira olmasdi. So'rovnomalarga ko'ra, sovet fuqarolarining 50% haftada kamida bir marta G'arb efirlarini tinglagan. Ispaniyada general Franco xorijdagi kommunist muxolifatlar tomonidan ta'sis etilgan Espana Independiente radiosi signallarini uzishga harakat qilardi. Pinochet hukumati Chilida Moskva va Gavananing dasturlarini bloklash bilan band edi. Kuba o'z navbatida bo'g'ozning narigi tomonidan uzatiladigan Florida radiosini mamlakatdan yoyilmasligini ta'minlashga harakat qilardi. O'zbekistonda 2016-yil diktator Islom Karimovning o'limiga qadar xorijiy nashrlar tamoman taqiq ostida edi.